Avtomat korobkani filtrlarini nima sababdan 100 ming kilometrda almashtiriladi? Buni sababi nima? Siz doim tushuntirayotgan vaqtingizda usta tilida tushuntiryapsiz. Biz obunachilarga, shofyorlarga tushunarli tilda tushuntiring deyishibdi. Sizlarga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, motordagi воздушный filtr. Motor ichiga chang havo kirmasligini ta'minlaydi. Masli filtr motordagi moydagi kirlarni o'ziga jamlab turadi, to'g'rimi? Xuddi shu kabi bulada ham shunaqangi kirlarni o'zida to'plab turuvchi filtr bo'ladi. U filtr to'ladigan bo'lsa, korobkaning ichiga moy to'liq aylanmasdan ichkarida muammolar chiqishligiga sabab bo'lishligi mumkin. Shuning uchun ham har 100 ming kilometrda to'lgan filtrlarni almashtirib, qaytadan ichlarini yuvib tozalab, yangiday qilib remontlarini qilinadi, hamda miyadagi solenoidlarini, friksionlarini hamda boshqa detallari charchayotgan bo'lsa, birato'la almashtirib yuboriladi. 200 ming kilometrgacha ham yurishligi mumkin, lekin muammo chiqqan vaqtda ochgandan ko'ra proverka qilib tekshirib turgan yaxshi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzal. Shuning uchun mashinaga e'tiborli bo'laverasizlar. Muammo chiqmasidan turib ko'rsatib oladigan bo'lsanglar, uzoq vaqtgacha xizmatinglarni qiladi.